Eshitdilaringmi, molni go'shti narxi oshdi. Ya'ni hozir yo'q, hazillashdi. Hozir bir joyga borgandim, 95 ming sotilayotgan go'sht 120 mingga chiqibdi. Hatto ko'pchilik afsus qilyapti. Keyinroq sotsam bo'lar ekan deb bir hafta oldinga sotganlar. Endi sababi nima deb so'rasam, Qirg'izistonda dedi chegara bekilgan ekan, shuning uchun dedi narx oshibdi. Chorva boqayotgan do'stlarimizga, hozirgi kunda chorva boqib o't maydalashga qiynalayotgan bo'lsangiz, Rizo drobilkalarini Marg'ilonda ishlab chiqarishyapti. Bu drobilkalar universal bo'lib, beda, somon, makkapoya, silos ham chiqaradiganlar ham bor ekan, hammasidan bor deyishyapti. Narxi 3 million so'm. Arzon varianti ham bor ekan, hozir video davomida aytamiz. Muhammad Ali do'stim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Shu kishi mana yosh bo'lishiga qaramasdan ancha yillik tajribaga ega bo'lgan, mustahkam, pishiq drobilkalar ishlab chiqarishyapti. Buni nimaga ishonib aytyapsan desangiz, mana bu mahsulot uyingizga boradi, ishlatib berishadi. Sizda hashagingizni mana hashak bo'ladigan bo'lsa, buni maydalab chiqarib bergandan keyin yoqtirsangiz pulini sanab olib qolasiz. Yoqmasa shuni qaytarib olib kelasiz. Qaytarib olib kelamiz agar yoqmaydigan bo'lsa. Xudo xolasa, bexijolat, mahalliylik 4 kilovat 3000 оборотda bo'ladi. Dastavkalar qanday? Dastavka O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qoraqalpog'iston bilan Xorazmga kelishilgan narxda bo'lib qoladi. Qolganlariga bepul. Qolganlariga fondi bepul 3 million so'mning ichida yetkazib beramiz. Buni 2 million 600 ligi ham bor ekan. Hozir video davomida aytamiz. Buni ham ko'rsatib ketamiz. Chorvachilikka qiziqadiganlar, mol qo'y boqayotganlar, ular donam maydalaydi. Parandachi bor bo'lsa, parandaga maydalayman desangiz, u ishni ham bajarib beradi. Universal drobilkalar yaxshi menimcha. Ko'rdim, ishlashlarini ko'rdim, tavsiya qilib qolaman. Hozir video davomida boshqa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Men mol boqishga qiziqmayman, zerikkanman. Assalomu alaykum, Islom Jo'rayev kanalining ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa bugun sizlarga drobilkalarimizni ishlash jarayonlarini bir qator yana bir bor ko'rsatib beramiz. Chiqarganini ko'rib turibsiz. Setkali holatda mana shu nimada olib kelib beryapsiz. Ya'ni maydaligi hamma yo'qi joyida. Ketmaydi ochilishi. Mana ochildi. Mana ichlari bu yerda двойной pichoq qo'yganmiz. Bunga двойной pichoq заводской mahalliyda bo'ladi. Mana mashina un holatiga olib kelib qo'yibdi deyarli. Bemalol xatarlarga zo'r bo'ladi bu, sachib ber. Qo'ya ham rosa uzun poyadan ekan o'zi. Xudo xolasa mana birinchi bo'lib mondan boshlaymiz, Islom aka. Sababi bu 2 million 600 ming so'mlik drobilkamiz. O'zbekiston bo'ylab 2 million 600 ming so'mga dastavka qilib yetkazib beramiz. 2 million 600 ming so'mga. Arzoni dedilaring, mana arzon variantidan. Arzon variantidan ham qildik. Ochig'i biz qildik, nima qildik? Oxiri 2 million 600 ming so'mga to'xtadi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Endi bir savolda shu joyda. Mana bu 2 million 600. Bulari 3 million so'mdan. Eskilari oldingilar hammasi 3 million so'm. 3 million so'm. 400 ming so'm raznica. 400 ming so'm raznica bu narxidan tushdimi yoki bundagi temirlardan nimadirdan qirqib qolinadi? Bu ochig'i buni ichini ko'rsataylik-da bitta, Islom aka mana. Nima sabab arzon bo'ldi? Ochilishi ham to'g'risi mana gakavodli nima qilmaganmiz. Bunga ham arzon bu deb turib gakavodli qo'ymaganmiz. Bu mana ochilishi. Bu ham kurchoyli, tezda ochiladi, faqat buni mahaviy yo'q. Mahaviysiz 21 ta pichoqlari. Buni ham mana stenkalari to'g'risi hali qalindan. O'sha qalindan qo'ydik bunga mana. Hali narxi 3 millionliklardan bir xil. Mana shu yerda mahavik degan narsa bu balansirovkasi olinganmi, olinmaganmi? Bu balansirovkasi olingan. Balansirovkada hozir buni chiqarib ham ko'rsatib beramiz bitta. Bunda ham hozir ishlashini ko'rsatib beramiz. To'g'risi mana bag'dan bitta ko'rsatdik, Islom aka, bu 8 li nimada qildik? Listda. 8 li list bu. Hali quydirib nima qilganimiz yo'q, 8 li list qo'ydik. Keyin buni ag'daribda ko'rsataylik-da. To'g'risi 2 li qilib nima qilgani, to'g'risi biz qila olmadik unaqa.
Bu yerda mana titan motor 3,5 kilovat 3000 оборот. Kilovat pasaygan. Shuni hisobiga buni qo'yganmiz. Bu ham mana titan motor, original titan motor mana sertifikatlarigacha bor. Titan mana. Bemalol nima qilishaveradi? Bu ham mana to'yni ko'rsatib turadi. To'yni ko'rsatib turadi. Bu ham xudo xolasa bu ham bexijolat. Bexijolat qildik, lekin to'g'risini aytamiz. Misol 2600, 2500 dan drabilkalar bor. To'g'risi uni listini yana ham nima qilsak bo'lardi? Narxini yana ham arzonlashtirib, yupqalashtirsak bo'lardi. To'g'risi unaqaga vijdon yo'l qo'ymadi. To'g'risi xalqimizga beraylik, mashina ishlatsin deb qildik. Bularimiz 3 million so'm Mahaviyda bo'ladi. Bu o'sha Mahaviy 4 kilovat 3000 оборотli motorlar. Xudo xolasa bularimiz ham bexijolat. Xolasalar bundan olsin, xolasalar bundan olsin. 2,600,000 so'mga buni dastlabki qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Yaxshi, qani bir ishlashini ko'rsatib beringchi, bu arzonimizni ham bosingchi. Buni ham hozir ishlashini bitta ko'rsatib beramiz. Bedani olaylik. Tez olib turing. Somonni olib bering, somonni. Yer yong'oq bering. Bu yer yong'oq, salom aka. Yer yong'oq. Ha, yer yong'oq. Bo'l. Aylanishlari ham, salom aka. Bu chiqargan mahsuloti. Mana 2,600,000 so'mga chiqarganini ko'rib turibsiz. Setkali holatda mana shu nimada olib kelib beryapsiz. Ya'ni maydaligi hamma yo'qi joyida. Ishlashi ham yaxshi. Ishlash prinsipi o'zgarmagan, faqat biroz quvvati pasayadi, maqavikda yengillaganligi sabab. Shunga yarasha narxi ham 400,000 pasayadi. Ha, 400,000 narxini to'g'risi ozgina pasaytirdik. Xalqimiz o'zalik arzonroq, ko'pchilik arzon qilyapti deb nima qilishdi? Biz ham arzon variantini chiqardik. Hozir bundan nechta bor? Bundan hozircha 4 dan 5 ta tayyorladik. Jali ko'p tayyorlaganimiz yo'q bundan. Xudo xolasa bunimiz ham bexijolat. Bu ham yaxshi ishlayveradi. To'g'risi buni ham nimasini ko'rgan bo'lsangiz, listini buni 8 lik qo'ydik. Qalinrog'idan qo'ydik. Unaqalik yupqa qilib nima qilganimiz yo'q. Uni yupqalashtirib, motorni ham 3,5 kilovatlidan qo'ydik. To'g'risi 3,5 kilovatlikni bunga qo'ysak, buni ham narxi pasayadi. Lekin Mahaviyda bu aylantirib bera olmaydi. Bularda necha kilovatlik? Bular 4 kilovat. Mana alyumin motorimiz mana titan motor. 4 kilovat. Hozir O'zbekistonda eng oldin motor, eng yaxshi motorlardan bittasi. 4 kilovat 3000 оборот. Bunimiz misli variantimiz Ariolda bo'ladi. Ariol qo'yamiz. Bu 6,5 kilovat 3,5 оборот bo'ladi bunimiz. Narxi bu 3,5 million so'm. 3,5 million. Bunimiz 3 million so'm. Misli motor 500,000 so'm razницasiga yuradi, kilovati ham katta ekan, shuning uchun. Bunimiz endi Mahaviyli bo'ladi. Bular o'sha eskidan chiqayotgan garantiyali original. Garantiyali bu Mahaviyda bo'ladi. Buni ham ichini ochib ko'rsatib beramiz. Islom aka, bitta ko'rsatib qo'yaylik. Hech qancha vaqt ketmaydi ochilishi. Mana ochildi. Mana ichlari, bu yerda двойной pichoq qo'yganmiz. Bunga двойной pichoq заводской Mahaviyda bo'ladi. To'g'ri, Mahaviy ancha to'kni, motorni quvvatini ancha oshirib beradi. 170 dan 250 bo'lgan to'kkacha ishlayveradi. Nimani motorni quvvatini 40-50 baravargacha oshirib beradi. Bu xudo xolasa bu ham bexijolat ishlaydi. 25 ta pichoqli bunimiz. 25 ta pichoqli 3 million so'm. Keyin setkalari bor, hozir setkalarini ham bitta ko'rsatamiz. Buni qo'yinglar, setkasini beringlar. Bo'yla tezda. Videomiz cho'zilib yetmadi. Bering, buni bering.
Mana setkalari Islom aka. Bu Makkaga, nimaga? Hashayga. Bunimiz hashayga, bunimiz Makkaga. Mana yorma qilib beradi. Bunimiz mana kepay holatida chiqarib beradi. Bug'doyga. Bug'doyga, Makkani ham shunda chiqarsa bo'laveradi. Un holatida chiqaradi. Un holatida chiqarib beradi. Hozir mana shu donlarni ham, mana shu makkalarni ham chiqarib berishadi. Bir qator ko'rib chiqamiz. Qaysi birini ishlatamiz? Hozir endi mana bu hammasi ham bir xil bularni. Bunimiz 3,5 million so'mlik apparatimiz. Bu misli. Narigimiz alyumin motor, uni ham yurgizib ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir bunda hashayni bunda chiqarib beramiz. Yaxshi, unda buni ham ko'rsatamiz. Bismillah. Bering, tamom. Tamom. Bero. Ya, oberoring, yo'q. Beda bering, beda. Beda ham. Beda, yer yong'oq. Yer yong'oq ham berasiz. Bering, yer yong'oqni ham. Beravering. Ko'proq beravering. Beravering. Bo'ladi. Islom aka mana bunimizni chiqargan holati mana bu. Somon, beda, yer yong'oq qirishlar bor ichida. Hammasini mana mayda holatga olib kelyapti. Hammasini mayda holatga olib kelib beryapti. Bunimiz voltmetrlari bor buni ham. Hozir endi bularni ham ishlashini ko'rsatib beramiz. O'zi bitta drabilkamizdan olishsa, bu hammasini vazifasini bajaraveradi. So bitta drabilkamiz Makka universal bo'ladi. Ho'li quruq tanlamaydi. Makka bug'doymi, hashaymi, nimaiki bo'lsa chiqaraveradi. Bexijolat bunimiz. Hozir bularimizni endi ko'rsatib tayyorlab beramiz. Hozir mana Islom aka, olib keling aka. Mana Makka sotali makkamiz. Buni hozir yorma holatida chiqarib beramiz. Mana bitta zaslonkasi bor. Makka bug'doy misol to'kishadigan bo'lsa, mana uni bemalol ligirovka qilishaveradi. Agar hashay chiqarmoqchi bo'lsa, buni olishadi. Olib berishadi. Mana hozir bunga to'kib olamiz. Bunga mana makkani sotasi bilan to'kib olamiz. Bu yerdan tashlaymiz buni. Endi bunga mana makkamiz bormi bitta? Mana bunda hozir ichini setganimizda mana makkani chiqarib beramiz hozir. Mana bunga mana tayyorlar. Odamlarga tushunarli bo'lishi uchun nima qilib olyapsiz-da bir yo'li? Bunda mayda ekan setkasi. Buni yopinglar tepasini. Rahmatulloh. Ana uni olib kelinglar, pernoskani. Ulaylar. Buniki mayda ekan setkasi. Setkalari buni mayda mana hozir. Yo, narginda makkaniki turibdi. Bunda bug'doyniki turibdi. Buni misol atalaga yana ham maydaroq kepay holatida beraman, sachib beraman deydiganlar bemalol mana bu makkani bemalol to'kib 2 setkada chiqarsa bo'laveradi buni ham. Tushunarli. Xudo xolasa buni ham chiqarsa bo'laveradi. Mo tepasini suqinglar. Hozir ikkosini ham yurgizib chiqarib beraveramiz. Yoping. Yurgizaveramiz? Yurgizaveramiz. Bo'ldi, chiqishini nima qilaverasiz? Islom aka. Shundan buni ichiga to'ldirib berib, olib qo'yishaveradi. Islom aka bemalol. Mana bunda tashaveramiz. Ana chiqishini ham topyapti. Bundan ham sopib ketaveradi.
Bo'ldi, bo'ladi. Mana, to'g'rini olavering, yoki. Buni 1 minut chiqarib bo'lgandan keyin 1 minut, yarim minutdan keyin o'chirsa, o'zini tozalab oladi. Ichini bo'ldi, tozalab oladi. Bo'ldi, ana endi o'chirsak bo'laveradi. O'chiraylik. Bug'doy ham chiqarishsa bo'laveradi. Islom aka, bitta bug'doyimiz nima bo'lib qoldi biznikini? Mana. Islom aka. Mashina un holatiga olib kelib qo'yibdi deyarli. Bemalol atalarga zo'r bo'ladi u. Tatib berishsa, mana bo'laveradi. Xudo xolasa, mana bemalol. Soatiga necha kilo chiqara oladi? Soatiga hech o'lchab ko'rganimiz yo'q, to'g'ri Islom aka. Lekin hozir ancha chiqaraveradi. Hozir 5 kilo tashladik. Misol o'zlari agar qarab turgan bo'lsa, menimcha chiqaraveradi. Bemalol chiqaraveradi. Endi buni mana so'taligimiz. Ha, mana sotasi bilan, ya'ni sotasi bilan. Mardagi bilan birga deymizmi? Mardagi bilan mana yorma holatga olib kelib beryapti. Buni misol Makkani o'zini to'kib turib, Makkani o'zini yorma qilaman deydiganlar, yorma qilishaveradi. Misol hali to'g'larga misol beramiz deydigan bo'lsa, bemalol bunda Makkani chiqarsa bo'laveradi. Endi bunimizga yo'q, bizga atalarga yana ham bir mayinroq kebay holatda sachib beramiz deyishadigan bo'lsa, mana 2 litsetkada misol chiqarsa ham bo'laveradi. Mana shunday butun donimizni mana shunday mayda un holatiga deyarli olib kelib qo'yapmiz. Endi bu yerda yana bitta variantimiz bor. Bu pushkali variantimiz. Bu ham universal. Xo'liqliq tanlamaydi. Chiqaraveradi. Ho'lda ham, quruqda ham misol bag'i nimamiz kelyapti, misol bahor mavsumi, yoz mavsumlari kelyapti. Ko'pchiligimiz Makka poya, misol har xil ho'l narsalarni nima qilishadi. Bemalol o'rib kelib chiqarsa, o'rib kelib silos qilib chiqarsa ham bo'laveradi bunda. Silos chiqaradi. Mana yangicha variant. Mana buni nima qilib olganmizki, mana bunda ham pichoqlari mana o'sha, xudo xolasa. Bunimiz mana bu qulayligi mana. Buni bemalol bir kishi aqavaga qilib yetalasa ham misol bo'laveradi. Xudo xolasa, bularimiz ham, unimiz ham bexijolat. Bu ham misol Makka bug'doyda ham, nimalardan ham chiqaraveradi. Hozir bunimizni ham ishlatib, ko'rsatib beramiz. Yaxshi. Bedani beravering, bedani. Somon bering, somon. Olib bersin. Yer yoqqa olib kel, yer yoqqa. Bunimiz somon mana, somon. Bu mana yer yong'og'imiz. Yer yong'oq o'z bilan qattiq bo'ladi. Poyani beringlar, poyani. Yon boshlagan holatda ham chiqaraveramiz, yon bosh. Poya ham rosa uzun poyadan ekan o'zi. Rosa poya ham beringlar. Rosa poya. Beravering. Buni vohada akalarimiz qo'y mollarga chiqarib ham berishadi buni Islom aka. Bundan hozir chiqarib beramiz. Rosa poyani ham. Endi mana chiqargan holati, buni ichida ham mana poya bor mana. Bu poya. Bunimiz mana. Buni ichida beda, yer yong'oq piris, yer yong'oq piris. Buni ichida yana somonimiz bor.
Xudo xolasa bunimiz ham Qoyalar bilan hammasi bilan birga maydalab bunimiz ham Xudo xolasa bexijolat. Haligi shilaka bo'lak bo'ladimi, boshqa bo'ladimi chiqaraveradi. Ro'sta misol olgan odam bunda shilaka bo'lak maydalamaydi. Shilaka bo'lak yo nimalar chiqarishmaydi. Xudo xolasa bunimiz bexijolat mana to'kni ko'rsatib turadi. So'ngana olib kelsangiz, mana to'kni ko'rsatib turadi. Misol batda 3 xil motorimiz bor. Ko'rgan bo'lsalaring, bu yerda misol 3,5 kilovat, bunimiz mana 4 kilovat titan motorimiz. Buni ham to'g'risi boshqacha motorlar bor, lekin unaqa motorlar to'g'risi biz qo'yganimiz yo'q. Misol 2,2 kilovatli motorlar bor. Ulardan qo'ysak, narxi to'g'risi arzonlaydi, lekin to'g'risi o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz, list qo'ygan bo'lsangiz ham, qo'ygan bo'lsak ham bizni vijdon yo'l qo'ymadi. Agar yana ham nima qilgani, o'zi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa, ancha yildan beri qilayotganlar hech nimalar qo'ygan yo'q. Misol narxi unaqa tushib ketgani yo'q. Bu to'g'risi uni tushirishni iloji bor, lekin biz nima qila olmaymiz. Chorvador akalarimizga ancha yengillik qilish uchun misol bitta olgan odam buni misol 5-10 yil xizmatini qilib berish kerak. Bitta bu. Misol 3 million sanayaptilarmi yo 3,5 million beryaptilarmi? Misol ancha yil xizmatlarni qilib berish kerak. O'shanga yarasha biz Xudo xolasa buni davomiy qilganmiz, bu ishni boshlaganmiz. Davomiy oxirigacha qilamiz deb. Buni javobgarligi bizda. 5 oy garantiya beramiz. 5 oy ishimizga 5 oy garantiya beramiz. Motoridan tashqari. Motorga nimaga garantiya bermaysizlar deyshadi. Bizga ham to'g'risi bu Xitoydan to'g'ri keladi. Biz buni yangi motor ochamiz. Misol o'ralgan motor unaqa nimalar qo'ymaymiz. Biz yangi motor qo'yamiz. Keyin motorni o'zini so'rashadi, misol haligi o'zini sotasizmi deyshadi. Yo'q, biz motorni o'zini emas, drabilka bilan sotamiz. Drabilkaga qo'yib sotamiz, отдельный sotolmaymiz. Endi bizni Tojikistonda, Qirg'izistonda akalarimiz ko'rib turgan bo'lsa, Tojikistonga ham joy qilganmiz. Tojikistonga joy qildik. Xudo xolasa Tojikistondan ham bemalol aloqaga chiqsa, bemalol o'sha yerdan nomerlarni beramiz. Bemalol olib ishlatsa bo'laveradi. Narxi unaqa o'zgarmaydi. Xudo xolasa bexijolat olib ishlatishaveradi. Yaxshi, sizga katta rahmat. Islom aka, Xudo xolasa hammalarni omadlarini bersin. Xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib berdik, zeriktirmadi degan umiddamiz. Xudo xolasa bizni qo'llab tursa, inshaalloh biz chiqarishni davom etamiz, to'xtamaymiz Xudo xolasa. Inshaalloh davom ettiramiz. Mana drabilkamiz Rizo brendida sariq nima drabilka bo'lib chiqadi. Nomerlarimiz drabilkani o'zida ham bor. Qo'yganmiz hammasiga. Xudo xolasa hammalariga kattagon rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlash davom etsin. Narxlarini ham tushuntirib berdik deb o'ylaymiz. Xudo xolasa bexijolat. Islom aka.